Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilis Shomurodov YouTube kanali. Agarda siz Dreamdagi Soccer o'yinini sevsangiz va bu o'yinga qiziqsangiz, bu o'yin haqida batafsil ma'lumotlar bizning Telegram kanalimizda va YouTube kanalimizda hamda Instagram kanallarimizga joylanib boriladi. Shuning uchun esdan chiqarmasdan shu videoni ko'rib bo'lgach, albatta obuna bo'linglar yoki esimdan chiqib ketadi desanglar, hozir shu videoni to'xtatib obuna bo'lib, keyin yana videoga qaytib kelinglar. Unda videomizni boshladik. Jigarlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Dream Draft tarkib tuzamiz. Dream Draft tarkib bu ajoyib o'yinchilardan iborat bo'ladi, yulduzliroq o'yinchilardan. Shuning uchun hozir tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Iloji boricha chiroyliroq, kuchliroq Dream Draft tarkib tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Qani unda biz videomizni boshladik do'stlar. Bu safargi Dream Draft juda ajoyib holatda kelibdi. Futbolchilar ozgina kuchaygan sardorlar. Bu yerdan biz qaysi taktikani tanlasak ma'qulroq? 3-1-4-2 nimi? Mayli, shuni tanlaymiz. Bu yerdan hozir bitta sardor tanlashimiz kerak va Usmon Dembeleni loyiq ko'rdik. Bu yerdan esa Karnesechini qo'yamiz bu yerga. Yoki David De Gea'ni qo'ysammikin? Mayli, David De Gea'ni qo'ydik. Bu yerdan esa o'ylanmagan holatda Julius Kunde bo'ladi. Bu yerdan Min-jae Kim bo'ladi. Bu yerda esa nomzodlar ko'p, lekin bittasi bor, Virgil van Dijk. Bu yerda ham ajoyib nomzodlar bor, Federico Di Marco. Bu yerda bitta sariq kartali bor ekan. Sariq kartali o'yinchi har doim ham yaxshi bo'ladi. Bu yerda lekin 3 ta sariq kartali bor ekan. Kuchlirog'ini tanlaymiz. Bu yerda ham kuchlirog'ini tanlashimiz kerak. Statistikalarga qaraganda tezliklari yaxshi ekan Tonalining, shuning uchun uni tanladik. Bu yerdan esa shubhasiz Ashraf Hakimi. Bu yerdan esa Kylian Mbappe. Endi esa zaxiraga o'tamiz. 8 ta zaxira tuzishimiz kerak. Kipa degan odamni tanladik. Bu yerdan Ferland Mendy, Real Madrid himoyachisi. Bu yerdan Dinhausen, Carreras ham bor ekan. 3 ta Real Madrid himoyachisini ko'rdik hozircha. Olmoni tanladik bu yerdan. Bu yerdan bitta sariq kartani tanladik. Tanimadim lekin. Bu yerdan Nico Williamsni, bu yerdan Ekitikeni, Liverpoolda porlayotgan. Bu yerdan esa Ferran Torresni tanlaymiz. Mana biz ajoyib Dream Draft tarkibni ham tuzib oldik. Endi esa o'yinlarni boshlaymiz. O'yinlarni yutib bo'lgach, bizga ko'plab Dream Pointlar va ozgina olmoslar ham beradi. Shuning uchun Dream Draft tarkib tuzib o'ynaladi. Asosiy maqsad bu yerda Dream Pointlarni yig'ish bo'ladi. Shuning uchun Dream Draft o'ynashni maslahat berib qolaman sizlarga ham. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Esdan chiqmasin, Wizard Dilisi Telegram YouTube kanaliga obuna bo'lamiz. Dilis Shomurodov Telegram, YouTube, Instagram kanaliga obuna bo'lamiz va bunga shu topshiriqlar yetadi. Bular nega topshiriqligini bilishni xohlasangizlar kommentariyada plus qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.